koridor yasayız. İki yaklap koridor yasayız. Mana yigitlar, assalomu alaykum, tayankachilar. Bizning Tatar Milliy Madaniy avtonomiyasining xizmati, regionalniy duxovniy управление musulmonining xizmati. Mana bunda bir isalalar nindidir oblast тоже. Mana bu bizning fundament gidroizolyatsiya yasagan. Buralari qaytgan. Bugun to'y tishlaymiz bunda. Bizning endi yurt xo'jasining alhamdulillah ala o'g'lini qarab keldik Mars bilan. Avulda da bir ko'pgina yangi fundamentlar, stinalar ko'tarila boshlagan, Allohga shukr. Evet. Hey, mana Tataristondan kelgan hozir Qo'shalig'a kelinni yangi yurtda qo'shag'alar endi. İnşallah umid etamiz tez arada fundamentlar hazırlanib bitir. Ham endi yoshlar rohatlanib shunda turmush sirlari Alloh tasa. O'rinlari mana shunday. Bilasizmi, ağaçlar qap-qara uyanib bitganlar, ana kronlari. Endi yoshlar ko'rinami sizga? Qap-qara islarda bir yo'q. Bu insholarni qarshi olaylik. Ular kelganda elektron kelgan